Salom, siz bilan yana Super ota. Bugun nega men 3 oydan beri 7 oylik qizim Adibaxon, 10 yoshli o'g'lim Mirislom va uy ishlariga ham, ayolimga ham o'zim qaraganim haqida gapiraman. Va shu kungacha eng ko'p berilgan savol, ayolingiz nima bilan og'riyapti degan savolga ham javob beraman. Bugun hammasini bilib olasiz. Oldindan yurakchani bosib qo'ying. Hammasi dekabr oyi boshlaridan boshlandi. Ko'ngil aynish, holsizlik, qayt qilish kundan kunga ko'payib bordi va biz sababini bilish uchun doktorga bordik. Doktordan esa tabriklaymiz. Siz yana ota-ona bo'lasiz degan xushxabarni eshitdik. Kutilmagan xushxabardan xursandchiligimiz ko'p vaqt o'tmay toksikozni eng og'ir turi bilan kurashishga ulanib ketdi. Kuchli holsizlik, kuniga 20-25 marotaba qayt qilish, hech nima yeya olmaslik, bosh og'rig'i, stress, uyqu buzilishi, doimiy charchoq, hech bir ta'm yoqmasligi, hatto suv ta'mi ham. Bu vaziyat o'g'lim Mirislom, qizim Adibaxonda ham kuzatilgani uchun sarosimaga tushmadim. Tezda Chasni klinikaga olib borib, qon analizlarini topshirib, javobini olib, doktor yozgan dori, ukol va kapelnitsalarni boshladik. O'g'lim Mirislom va qizim Adibaxonda kuchli toksikoz kuzatilgan paytda ayolimni 3-4 oygacha ko'p bor больницаga yotqizgandim. Bu safargisida esa o'zim qarab, parvarishlashga qaror qildim. Qo'limda 7 oylik chaqalog'imiz bilan vaziyatga moslashdim. Toksikoz bilan qanaqa kurashganimiz va nimalar qilganimiz esa ikkinchi qism davomida aytib beraman.